Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun biz o'sha Oltiariq tumani Kapit qishlog'iga bir Azimjon akamizni xonadoniga lider navli urug'ini bergan edik. Mana xudo xolasa hosillarga kirib bir qator hosillarni ko'rsatamiz. Mana marhamat, mana shu o'sha lider F1 navimiz. Juda bir mashhur bo'lib ketdi mashinamiz. Ayniqsa shu Andijonda Axtachi tomonlarga bergan edim. Asaka Axtachi tomonlariga mana hosildorliklar. Mana hamma ariqlarda. Lekin hozirga bu urug'imiz tugab qoldi. Shu avgustlarda oxiriga keladi xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 2027-yilga mana shu urug'larga xudo xolasa zakaz olamiz. Kalta o'ta bozorgir, hosildorligi o'ta yuqori bo'lgan maydabak bo'luvchi navlardan mana o'ta maydabak. Mana o'sha lider F1 navimiz. Hosildorligini qarang mana. Yana aytganda, xudo xolasa ertadan keyin dushanba kunga shunga o'xshash bitta yaxshi o'sha yoz, kuz fasl tanlamas yangi urug'larimiz keladi xudo xolasa dushanba kunga. Narxi jicha qimmatroq 750 ming chiqadi pachkasining narxi. Agar kimga ma'qul kelsa, mana shunaqangi hosildorlik bo'luvchi navlardan u ham, lekin lider emas. Lider avgust oxirlariga keladi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana. Bu hali bitta ariqda emas-da. Menda bu shu bitta ish yorim bor. Misol uchun o'sha dehqonga uzmay turing, borib video qilib olay demayman. Shunday kelaman, realniy bor narsani olib chiqaman. Hozir yana boshqa ariqlarga o'tamiz. Bitta ariqda turib olay, video qilmayman. Hamma ariqlarda xudo xolasa video qilib chiqaman. Mana. Lider F1 navimiz mana shu. Hosildorligini qarang. Voy janob. O'zbekistonda bitta bo'lib turibdi mana shu navimiz. O'ta hosildorligi yuqori. Yer hudud fasl tanlamas navlarimizdan. Bu o'sha mashhur bo'lib ketgan lider navimiz. Mana hurmatli dehqonlar. Gullab yotgan qarang, gulni qarang. Endi buni faqat yetiltirib olish kerak xolos. Mana